Urg'oqdiki o. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. O. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol o'q. O'ning ayrim shakli. Misol do'ppa. O'ning ayg'idan olingan shakli. Misol toz. O'ning ayg'idan olingan shakli. Misol radio. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Do'ppa. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Toz. O harfining ayğıdan olunub kildigan şəkilinin yozilish tartibi. Radio. O harfining ayğıdan olunub kildigan şəkilinin yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. On, ot, ton, o, ra, ora, no, ta, nota, o, ta, ota. İki oğlaq. Var iken, yo'q iken. Burunqi zamanda iki oğlaq bo'lgan ekan. Ular bir joyda tug'ilib, sakrab, taxlab, inoq yashaydi ekan. Bir kuni ikkisi tuyuqsiz inchik taxti ko'rikda bir-biriga duch kelib qopdi. Qara oğlaq oq oğlaqqa "Menga yo'l ber" debdi. Oq oğlaq "Yo'q, sen bana yol ver" debdi. Şunun bilan ikkisi bir-biriga zadil yol vermey üstüşüptü. Taqışıp, oxiri her ikkisi suvga tikmollab tushibdi.